juda 50 mingdan qilmaylar. o'tib Meni beraman. ko'nglimdagi narsani o'zingiz ham bilib turibsiz aka. Obunachilarimiz ham bilib turibdi. Yo, bilib turishibdi-yu. Aka kam xo'ram, hamisha xo'ram. 4 million so'mdan olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin aka. 50 ming 100 ming qilmang aka. Ozodbek. Aka. Bor baraka. Joningiz omon. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y chiqarish quvozlari Ozodbek uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroy qishlog'ida akalar gigantlaridan zo'rlardan olib kelib xalqimizga arzonchidan taqat etgan. Bugungi kungi syomkamizda ham akalar xudo xolisa yirik qo'chqorlari bilan narxni yoraman dedilar. Biz Saidullo akamizni oldilariga tashrif buyurdik. Aka, hormang. Ozodbek, keldingizmi? Charchamang. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Sizlarmisizlar? Videoda oxiriga ko'rib, like bosib oxiriga ko'rib turinglar. Inshaalloh bugun narx o'ta arzon bo'ladi. Keskin tushadi degan joyi bor. Albatta, xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa sizlarga tavsiya qilinadigan qo'chqorlarimizni biz asta-sekinlik bilan video obzorlarini boshlayveramiz. Bugungi aka nech partiya qo'ylardan chiqasamiz? 3 partiya chiqadi. 3 partiya. Birinchi partiyamizga yiriklar, ha? Albatta. Gap yo'q. Birinchi partiyaga akalar, xudo xolasa yirik qo'chqorlar. Holatini ko'rib turibsiz. Gazi uzun variantlardan zo'rlarni olib boqaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa tavsiya qilinadigan qo'chqorlar. Akalar, tavsiya qilamiz, tezroq foyda olishim kerak. Menga xudo xolasa uzoq yetalab boqmayman-u, shunday borib tashlasam chiroyli foydani beradigan qo'chqor keladigan aka-ukalarimizga mana sizlarga xudo xolasa tayyor variantda turishibdi. Yemini yeb turgan aka bular. Albatta. Yemini yeb turgan. Davom ettirishadi hali. Xudo xolasa davom etkazib shunday olib borib yemini berib tursa bo'ldi. Xudo xolasa yemini berib tursa bo'ldi. Xudo xolasa akalar olib boqaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Aka, yosh oyliklari qanaqa bo'lardi? Yosh oyliklari 11-12 oylik. 11-12 oylikka beraveramiz. Ha. Gap yo'q. Tish yorishga yaqin ekan, ha? Yaqin, xudo xolasa. Ammo gazi uzun ekan qo'ylaringizda. Xudo xolasa chehrasi ochiq. Akalar, olib boqinglar, baraka topasiz. Baraka cho'ntagimda degan variantlari inshaalloh akalar. Xudo xolasa bo'yini nechiga beramiz bularnikin, aka? Bo'yini 80 plyusga olishsin. 80 80 ga olishsin. 80 plyus qo'ylar hammasi. Mashalloh. Bugun aytdim-ku sizga, narx o'ta arzon bo'ladi, xudo xolasa. Narxidan ham, bo'yidan ham xudo xolasa akalar chiroyli holatda bonuslarni qilib beriladi. Qo'lingizga kirganini ushlang, uka, xudo xolasa chiroyli holatda obunachilarimizga ko'rsatib namoyish qilaylik. Qo'lingiz bunday pastga bo'lmasin, pastga bo'lmasin. Tekis ushlang qo'lingizni. Mana akalar 80. Xudo xolasa 80 ga ushladingiz. Aka, endi yana birortasini ushlang, ko'rsataylikchi. Ishlayveribdi. Realni bo'lsin hamma narsa. Ana endi. Xo'p, buniki mana 81. Yana birorta ushlaylik. Bo'lsin akalar, obunachilarimga bo'lsin. Xudo xolasa chiroyli holatda ko'rsatib, sizlarga namoyish qilib ketamiz akalar. Buniki xudo xolasa 81-82 chiqyapti. 80 ga 80 ga olishsin, ha? ha. Gap yo'q. Xudo xolasa 80 ga bo'ybastlar ketaveradi. Yetkazib berish qaygacha bo'ladi aka bular? Yetkazib berish Toshkentgacha ketdi. Besplatmi? Besplatmi? Gap yo'q. Hammasini olsa-chi aka? Hammasini olsa Samarqandgacha ketdi. Joningiz omon bo'lsin. Bir tortdim degan aka-ukalarimizga Samarqandgacha Lekin yetkazib olib beraveramiz. Hammasini totgan odam yutadigan qilib narx qo'yaman bugun. Inshaalloh, inshaalloh. Xudo xolasa bugun narxlar o'zgacha bo'ladi. Aka, yemoqchilariga sog'lik salomatligiga garantiyasini o'ni berasiz. Ha, bor garantiyasi. Qancha Yemasa, ichmasa bizga tan. O'zi asli 3 kun. 3 kun. Asli shariatda 3 kun. To'g'ri. Sizdachi? 5 kun beraveraman. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar 5 kungacha garantiyasini olib beriladi. Xudo xolasa xonadoningizga borgandan keyin akalar 5 kun 5 xil narsa berib boqing. Xudo xolasa yem hashaklaridan demoqchimiz-da. Xudo xolasa chiroyli holatda. Ozodbek, bunday ayta. Uka olib borib boqib ko'rishsin. Yemasa, ichmasa bizga tan. Xudo xolasa o'zimiz butun o'zimiz halol. Yemasa, ichmasa o'shtirib beramiz. To'g'ri. Oyog'ini sindirib, endi haligini bo'xtirib, nima qilib qo'ysa, unga biz kafolat bera olmaymiz. To'g'ri. Joni ham Allohniki. Joni ham Allohniki. Ana shunday. Narxi necha pul bo'ladi aka? Narxi arzon bo'ladi. Qancha arzon bo'ladi? Qarang, 4 million 800 dan berish. Joningiz omon bo'lsin. Yiriklari 4 million 800 dan. Akalar, xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Olib boqaman degan aka-ukalarimiz xudo xolasa ulgurib qolamiz. Aka, keling. Bo'lsa oxirigacha bo'lsa obunachilarim uchun bitta kamini qilib bering yana. O'zi yaxshi. Zo'r bo'ldi aka. Xo'p.
4.700.000 dan berasiz mana bir joyga. Bo'lar ekan u akalar, xudo xolasa mana sizlarga keskin narxda tushirish. Xudo xolasa 4.700.000 so'mdan mana shunaqa yirik qo'chqorlar 12 oylik atrofidagi xudo xolasa shu buzishga yaqin variantlar. Akalar yurishdi ham qarang. Aka, bugun bitta gap aytaymi? YouTube tarmoqlarini portlatamizmi aka? Portlatamiz. Narx arzon bo'lsinmi? Keling aka, yana bitta kamini qilib berasiz. Bor aka, Ozodbek. Bo'lsa obunachilarimga bo'lsin. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti aka. Alloh rozi bo'lsin. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Kam xo'ram, hamisha xo'ram. Yana bir ikkita maqollar aytib beraymi? Menga qarang. Buni mana shu kichkinasi ham 4.700.000 emasda, asli. Ya, endi obunachilarimizda mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Lo'z xolos. Endi aka bitta gapda, hammani ko'zi ochiq aka. Ko'rib bilib turibdi aka. Mana ko'rib turishibdi-yu, xudo xolasa. Chiroyli qilashib aka-ukalarimizga, realni ko'rib turgan aka-ukalarimizga. 4.600.000 dan olib boraver aka. Gap yo'q. Bo'lar ekan, xudo xolasa 4.600.000 so'mdan akalar ulgurib qolamiz. Xudo xolasa xonadoningizgacha chiroyli holatda yetkazib olib borib beriladi akalar. Aka, endi tanlab olishini qanaqa kelishamiz? Tanlab olishga kelishamiz. Bitta, ikkita, beshta, 10 ta. Bitta tanlab olsa ham kelishadi. Kelishilaveradi, ha? U kelishilmaydigan jet yo'q. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar tanlab olishlarga kelishiladi, qo'ydi holatiga qarab. Xoma olib, maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa akalar telefon qiling, ishni bitiring. Demak, qadrli obunachilarimiz, biz keyingi partiyalamizga sekin navbatni bersak ham bo'laveradi. Ozodbek. O aka. Hali buni olsa bor-ku. Ha. Yetib borgandan keyin ham otangga rahmat. Malades, arzon ekan deyishadi. Mana o'zim halol, xudo xolasa buni olib ko'rishsin. Gap yo'q. Xudo foydani zo'r qiladi. O'sha Qur'on aytgan, misol 3 oymi qancha qoldi? Ha. Oldi qo'y bo'lib zo'r bo'lib yetiladi. Inshaalloh. Endi hozir 80 deyapti. Ha. Ungacha endi bilmayman. Lekin zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar ulgurib qolamiz, shoshilib qolamiz akalar. Keyingi partiyaga biz sekin navbatda beraveramiz. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, mana sizlarga tavsiya qilinadigan keyingi partiya qo'ylarimizni ham akalar chiqarib oldi. Ikkinchi partiyamizga ham xudo xolasa yemini yeb turgan ozozdan, xudo xolasa zo'r variantlari. Mana uni qarang, qo'ylardan. Chehrasi tiniq ekan bularni ham, ha? Ha, hammasi o'ynoqlab turgan. O'ynoqlab turgan. Sog'lik salomatlik yaxshi bo'lgandan keyin обязательно o'ynoqlab, chiroyli holatda turadi akalar. Buni aka soni nechta chiqdi? 20 ta. 20 ta. Xudo xolasa 2 do'st 10 tadan bo'lib olib, bir qani kim o'zoriga kimniki qanaqa ketar ekan deb, qanday boqar ekanmiz deb akalar xudo xolasa musobaqa qiladigan variantlari mana shu joyda ekan. Aka, bularning yosh o'ligi qanaqa ekan? Bulardagi 10 oylik atrof. 10 oylik. Xudo xolasa bo'ylari ham ama yaxshi ekan, ha? Bo'ylari yaxshi, qo'ylari ham yaxshi. Qo'ylar ham yaxshi, bo'ylari ham yaxshi. Xudo xolasa. O'ynoqlab, chiroyli bo'lib turibdi. Xudo xolasa chiroyli, baraka to'g'ridan qilib beramiz. Inshaalloh. Arzon bo'ladi dedi-ku. Bugun arzon bo'ladi, xudo xolasa. Aka, qayergacha yetkazib beramiz buni? Buni ham agar hammasini bir joyga olsa Samarqandgacha ketadi. Besplatni holatda. Ha. Bo'ylar nechiga berdik bularnikini? Bularniki ham o'sha 80. 80. Ha. Aka, bitta gapda, narigilarni ham 80 berdik. Buni 80 plus minusga beraylik. Bo'yida material olishaveradi. Material emas u. Xudo xolasa akalar, holati zo'r. Akalar olib maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilinadigan qo'chqorlar mana shular bo'ladi. Ichida pichma sog'liq axtalari yo'q. Yo'q. Bularga ham garantiyasi bor, ha? Bor. Sinamo muddatlari. Ko'rib turibsiz, bor. Xotirjam sanab olishaveradi. Dastavkasi Samarqandgachami aka? Ha. Hammasini bir joyga olsa Samarqandgacha. Bitta ikkita. Mayli 10 ta olsa ham Samarqandgacha. Bitta ikkita Toshkentgacha qilib beramiz, xudo xolasa e'tibor berasiz. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. Narxini necha pul qo'yamiz bularnikin aka? Narxini narigilarda 46 dan qo'ygan bo'lsak, keng Ozodbek, bittalik qo'yaylar 4.5 dan olasiz. Joningiz omon bo'lsin. Akalaridan 100.000 so'm kam. Aka? Keling, ash 100.000 so'm kalta-kalta qilmaylikda, o'zingiz butun odamsiz, keling. Chiroyli qilib kamini qilib bering. 50 mingalik deganim yo'q. Bilaman. Zo'r aka. Jub bo'lsin, toq bo'lmasin. Mayli, bugun arzon bo'ladi dedik, lekin qayerga borib ko'rsa, ko'rib kelishaversin. Xotirjam. Kelaman degan odamga lakassa bor. Tashab beramiz, kelib, ko'rib kelib narxini ko'rishaveradi, xudo xolasa. Mana uni mayli bir joyga olsin, 4.400.000 dan olsin, xursand bo'lasiz. Joningiz omon bo'lsin. 4.400.000 so'mdan akalar olganga ham, sotganga ham, mana shunchalik qilib boqqanga ham Alloh barakasini bersin akalar. Xudo xolasa, olib maza qilib boqing, sizlarga tavsiya qilinadigan qo'ylarimiz mana shular bo'ladi akalar. Demak, aka tanlab olishini qanaqa kelishdik bunikini? Buniki ham tanlab olsa kelishamiz. Demayli, mana xursand bo'lasan, narigini kelishamiz. Bunga
100 ming berib tanlab olish olsin. Joningiz omon bo'lsin. Akalar uchidan xudo xolasa zo'rini tanlab olaman. Hammasi bir xilda ta qo'y. O'zi standartni turishibdi akalar. 100 ming so'm plyusiga zo'rini tanlab olaverasiz akalar. Demak, qadrli obunachilarimiz, endi keyingi so'nggi partiyamizga biz navbatni bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar yirikroq bo'lsin, yemga o'rgangan, yemini yeb turganidan bo'lsin, akalar menga holati zo'ridan bo'lsin degan aka-ukalarimizga so'nggi partiyamizdan puli arzon variantlardan xudo xolasa sizlarga chiqarishda biz davom etaveramiz. Aka soniga 4 ta ekan bular. Yosh oilaga qanaqa? Yosh oilaga 8 oilaga atrofida. 8 oylik. Xudo xolasa holatda chehralari ochiq, burni oqqan-soqqan yo'tal-po'tallari yo'q, ha? Hammasi zo'r. Yem-ochmoqlariga garantiyasini berasiz aka. Beriladi. Gap yo'q. Holati zo'r. Buni qo'ylarni ham qarang akalar. Mashalloh. Bo'ylari nechi bo'lardi-ki? Bo'ylarini 75 ga olasan. 75 ga bo'y bastlari ketaveradi, xudo xolasa. Akalar xonadoningizgacha yetkazib borib beriladi. Dastavkasi qaygacha bu 4 tani? Dastavkasi vodiy bo'ylab. Besplatni holatda. Holat, ha. Joningiz omon bo'lsin. Besplatni holatda vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Qo'ydi holatini qarang. Gap yo'q. Narxi necha pul bo'ladi? Narximi? Ha. Keyin Ozodbek. Bismillah. 4 million 100 dan olasan. Yo'q, aka, ey. Aka, 4 million shoshilasiz. Ozodbek, siz bunday qilib hey deb odam to'xtatib qo'yavermang. 4 million 100 dan olasan. Kami, aka, qo'limni uzaverasiz hozir, kami. Mayda juda qilmaylar. Men ko'nglimdagi narsani o'zingiz ham bilib turibsiz aka. Obunachilarimiz ham bilib turibdi. Yo'q, bilib turishibdi-yu. Aka, kam xo'ram, hamisha xo'ram. 4 million so'mdan olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin aka. 50 ming, 100 ming qilmang aka. Ozodbek. Aka. Bordar aka. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz olganga ham, sotganga ham akalar Alloh barakasini bersin. 4 million so'mdan akalar realni narxiga arziydigan zo'r narx bo'lyapti akalar. Qo'ydi holatini ko'rib turibsiz. Mana shuni ham bitta haqiqatan bor, ehsonim bor desangiz ham, mana shu qo'chqorni so'ysangiz ham bemalol o'tkazib oladigan holatda turishibdi. Yosh oilaklari ham yetadigan variantda turishibdi, xudo xolasa. Akalar, aloqaga chiqing, ishni bitiring. Demak, video syomkamizni mana shu joyda yakunlasak ham bo'laveradi akalar. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilib, like bosib, obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lishni unutmanglar.